Yana ikkinchi uyimizni keyingi obyektimizni boshlaganmiz. Video qilib tashlashga vaqt bo'lmadi. Ayrim sabablarga ko'ra. Mehmonxonamiz bu ko'rinishda. Yana bitta xuddi shunaqa uyimiz, narigi obyektimizda patologlari natijali bo'lganlar. Bunisida natija qilinmadi. Egalarini xohishiga ko'ra bo'lyapti hammasi. Mana shu turida TV zona bo'ladi. Paneldan yopishtiriladi. Ro'meradan ayt. To'liq yopishgan, bunda TV zona yo'q. Yana bardak bor. Koridorimiz avoyida sal o'xshamaganligi uchun yopishtirish to'xtatdik. Lastiklari bilinib qoldi. Bu yaxshi chiqmadi. Bu detskiy xona ekan. Xuddi shunday natijalari yo'q. Detskiy xonamiz bu. Bu yerda to'xtatganmiz, yopishtirmayapmiz. Kuxnya. Fartikda joy qo'ygan, kafel yopishadi. Bitta laklanadi. Spalniya kattalardagi dushovoy bor spalniyamizda. Ochib ko'rsatmaganim ma'qul, ichi bardak bo'lyapti. Keyingi videolarda tashlamaymiz. Bu общий dushovoyimiz. Yana ozroq bardakcha bor. Shuni holat hozircha. Keyingi videolarda yana tashlab boramiz.